Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan nemis tili A1 darajasining 3-darsiga yetib keldik. Demak, bugungi darsimiz nemis tili shaxs almoshlari va sein fe'li, sein yordamchi fe'l haqida bo'ladi. Har birimiz bilganimiz kabi, har bir tilda shaxs almoshlari mavjud. Nemis tili shaxs almoshlarini ham boshqa tillarga qaraganda biroz farqli taraflari bor. Bugun sizlar bilan mana shu taraflarini birga ko'rib chiqamiz. Demak, o'tgan darsda aytganim kabi, biz avval o'tgan darsimizni qaytarish bilan boshlaymiz. O'tgan dars biz sizlar bilan nemis tili alifbosi, unli harflar, undosh harflar, ba'zi undosh harflar va so'z birikmalarini talaffuzi, nemis tilidagi umlautlar va diftonglar haqida gaplashdik. Va men sizlarga mana shu so'zlarni mustaqil o'qish uchun uyga vazifa qilib bergan edim. Demak, bir marta men qaytaraman va siz ham o'z talaffuzingizni to'g'rilab olasiz. Demak, boshladik. Mein, Mainz, Reise, Geist, Heizung, Zeit, Baum, Bauch, Haut, Eule, Beutel, Treue, Leute, Kräuter, Zäume, Zäune. Lärm, Rätsel, Glück, Tüte, Müll, Kübel, Lüge, Löffel, Knochel, Mörde, Löwe, Möbel va Förster so'zlari. Oxirgi so'z Förster. Endi keyingi slaydimiz shaxs almoshlari. Mana aytib o'tgandek, nemis tilini o'ziga yarasha boshqa tillarga o'xshamagan jihatlari bor. Demak, nemis tili shaxs almoshlari: birinchi shaxs men, ich, ikkinchi shaxs sen, du, uchinchi shaxs u erkak kishi bo'lsa er, agar u ayol kishi bo'lsa sie, agar u jonsiz narsa bo'lsa es. Ko'plik birinchi shaxs biz, wir, ikkinchi shaxs ko'plik sizlar, ihr, uchinchi shaxs ko'plik ular, sie. Yana mana slaydda ko'rib turganingizdek, nemis tilida uchinchi sie ham mavjud. Bu uchinchi sie o'zbekchada siz, ya'ni hurmat ma'nosidagi siz so'zini beradi. Va bu sieni nemislar asosan bizda o'zimizdan kattalarni siz deb atasak, ular asosan rasmiy ravishda gaplashayotgan odamlarini siz deb ataydi. Rasmiy xatlarda yoki biron bir suhbat rasmiy ravishda bo'layotgan bo'lsa, o'z suhbatdoshiga nisbatan sie, ya'ni siz so'zidan foydalaniladi. Bu sie so'zidan nafaqat rasmiy ravishda, balki suhbatdoshingiz sizga hali begona bo'lsa, unda ham siz suhbatdoshingiz bilan sie so'zi orqali gaplashishingiz mumkin. Sensirab emas, balkim sizlar gaplashishingiz mumkin. Shu yerda muhim bir savol yuzaga keladi. Biz uchala sieni qanday ajratib olishimiz mumkin? Bu biroz qiyinroq. Buni hozir tushuntirsam, tushunishingiz qiyin bo'ladi. Buni biz keyin fe'llarni tuslanishini o'tganimizdan keyin buni tushunishingiz va ajrata olishingiz ancha oson bo'ladi. Lekin oxirgi zimiz hurmat tarzida kelgan zi. Buni boshqa zilardan farqli jihati, bu zi gapni qaysi tarafida kelishidan qat'iy nazar, gapni boshida, o'rtasida yo oxiriga kelishidan qat'iy nazar doimo katta harf bilan yoziladi. Boshqalari esa faqatgina gapni boshida katta harf bilan, gapni o'rtasida yo oxirida kelsa, doimo kichik harflar bilan yoziladi. Bu slaydimiz sizlarga tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi mavzuyimiz sein yordamchi fe'li. Bo'lmoq yoki bo'lish. Bu fe'l o'zbek tilida yo'q. Lekin ingliz tilini o'rganganlar bo'lsa, bu sein fe'li ingliz tilidagi to be fe'lining ayni o'zi. Nemis tilida har bir gap ega va kesimdan iborat bo'ladi. Bizda agar men shifokorman demoqchi bo'lsak, bizga fe'l kerak emas. Lekin nemis tilida men shifokorman deyish uchun bizga sein yordamchi fe'li kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bu fe'l
o'zi to'laqonli fe'l emas, balkim yordamchi fe'l hisoblanadi. Faraz qilaylik, siz so'z cho'zmoqchisiz. Men shifokorman degan. Siz men degan so'zning nemischasini bilasiz, ya'ni ich. Va shifokor degan so'zning nemischasini ham bilasiz, ya'ni Arzt. Lekin mana shu shifokor menman deyish uchun biz mana shu sein yordamchi fe'llaridan foydalanamiz. Demak, sein yordamchi fe'lni birinchi shaxsdagi ko'rinishi bin. Demak, ich bin Arzt. Men shifokorman. Biz o'zimizni avvalgi slaydimizga qaytamiz va sein fe'lni boshqa shaxslarda qanday tuslanishini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi shaxsda du bist. Uchinchi shaxsda esa ist. Va uchinchi shaxs ayol kishi sie ist. Va uchinchi shaxs narsa bo'lsa es ist. Birinchi shaxs ko'plikda wir sind. Ikkinchi shaxs ko'plikda esa ihr seid. Uchinchi shaxs ko'plikda sie sind va hurmat ramzi sie so'zida ham sie sind bo'lib keladi. Endi bo'lsa biz sein fe'lga misollar keltirib o'tamiz. Men shifokorman. Ich bin Arzt. Sen o'qituvchisan. Du bist Lehrer. U erkak kishi, ya'ni haydovchi. Ist Fahrer. U ayol kishi, hamshira. Sie ist Pflegerin. U yoki bu kitob. Es ist Buch. Sein fe'lni birlikdagi tuslanishini ko'rib chiqdik. Endi esa ko'plikka o'tamiz. Biz do'stmiz yoki biz do'stlarmiz demoqchi bo'lsak, wir sind Freunde. Sizlar talabasizlar. Ihr seid Studenten. Ular ishchilar. Sie sind Arbeiter. Va siz sportchisiz. Sie sind Sportler. Sein fe'lni qanday ishlashi sizlarga biroz bo'lsa-da tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi esa biz sein fe'li orqali savol tuzishni birga o'rganamiz.